Hammaga assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Lochiginovich. Bugun sizlar bilan YouTube'ga qo'yilgan videoni musiqasini olib tashlashni ko'ramiz. Mana menda bitta video turibdi. Birinchida turgan video 6 soat bo'libdi. Qo'yilganiga bu yerda yozib qo'yibdi mualliflik huquqi. Demak, bu yerda qandaydir musiqa ishlatilgan. Uni olib tashlasak, mana mualliflik huquqi degan yozuv yo'qoladi. Musiqani olib tashlash kerak. Shunda zalga tushish ehtimoli kamayadi. Shunda ham tushishi mumkin, ehtimol kamroq bo'ladi sal. Uning uchun men telefonda qilish uchun bu yerdan YouTube Studioni topib qo'yamiz. Bo'lmasa Play Marketdan ham ko'chirsak bo'ladi. Oxiriga yuklangan video. Bosamiz. Bu yerdan mualliflik huquqi degan bitta joy, yana shu joyni bosamiz. Mualliflik huquqini tekshirish. Ana boshida bor ekan, tamom musiqa. Ozoda Nursaidova, Ozoda deb yozib qo'ydi. Ozoda Nursaidovani qo'shiq qo'yilgan ekan bu yerda. Buni olib tashlashimiz kerak boshida ekan. Demak, bosamiz. Bu yerda agar sizga birinchisi bu taronani olib tashlash, bu degani musiqasiz ovozi bo'lib qoladi. Ikkinchisi esa musiqani kesib tashlash. Unda musiqa kesib tashlash. O'sha musiqa qo'yilgan joy yaxlit kesib o'chirib tashladi. Bu film bunda filmni boshiga tanishtiruv reklamasi qo'yilgan, o'shaga musiqa qo'yilgan. Menga u joyi kerak emas. U joyi bo'lmasa ham bo'laveradi. O'sha uchun ikkinchi qaytchaga bosamiz. Bu yerda qayerligini ko'rsatib ham qo'yadi. Boshida bor ekan, oxirida bor ekan. Oxiri bu tugashi reklamalari, boshida esa o'sha tanishtiruv, ikki joyi ham kerak emas. Saqlashga bosamiz. Bo'ldi. Endi telefondagi internetni o'chirmaysiz, chiqib ketaversangiz bo'ladi. Aradan qanchadir muddat o'tgandan keyin o'zi o'chirib tashlaydi. Telefonning internetini o'chirmay tursangiz bo'ladi. Boshqa narsalarga kiravering. Qanchadir muddatdan keyin o'zi o'chirib tashlaydi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizlar bilan Lochiginovich bo'ldi. Video yoqqan bo'lsa like bosing, yoqmagan bo'lsa dislike. Qandaydir fikrlaringiz bo'lsa kommentariyada yozib qoldiring. Albatta video yoqqan bo'lsa obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Sog' bo'ling.